buy sidegacha ishlab olganimizdan keyin buy side yechildi. Bo'ldi. Uje endi buy side yechilgandan keyin bozor narx nima qiladi? Sell side tomon harakatlanadi. Bugungi o'tadigan narsamiz buy side va sell side. Gapni ko'paytirmasdan darslikka o'tib qo'ya qolamiz. Buy side va sell sidening maqsadi buy side tepa tomondagi eng chiqqan joy, sell side tushgan joy. O'sha bozor o'shalarni yechish uchun borishi kerak. Vazifasi shu. Hozir yanada chuqurroq tushuntirib beraman. Xo'p, bu narx farqi yo'q, qaysiligini tillami, yevromi farqi yo'q. Hop, bozor bu joyi buy side deb oldim. Hozir negaligini tushuntirib beraman. Buy side. Nega bu joy buy side bo'lyapti? Bozor buy trendga kelgan joyimizda bozor sekin o'sha qaytish boshladi. Qaytganidan keyin bizda eng chiqqan cho'qqi qolib ketdi. To'g'rimi? Bu yoqda ham bitta cho'qqi bor, bu yoqda ham bitta cho'qqi bor. Cho'qqida yoki eng tepa chiqqan joyi deb tushuntiraman, tushunishingizga oson bo'lish uchun. Xuddi shu narsa teskarisi. Narx xuddi shu joyda bo'lib turgan bo'lsa, eng tushgan joy qat bu joy yoki bu joy. Bu joy bo'lishi uchun, bu chizgan joyim bo'lishi uchun narx yoki bu yoqda yoki bu yoqda bo'lishi kerak. Bozor bu joyda turgan bo'lsa, bu joy sell side deb olamizlar, chunki bu joy sizlarga hali ko'rinmayotgan bo'ladi. Xo'p. Ko'rib turganingizdek, eng chiqqan joy ikkita turibdi bizda. Bu va bu bizga eng tepasidagi kerak. Bunisida ham olsak bo'ladi. Bu internal liquidity deb ketadi, ichki likvid. Xo'p. Birinchi so'zi buy side liquidity degani unchalik tarjima qilib o'tirmayman. Vazifasini sirasi tushuntirib qo'ya qolaman. Eng chiqqan joy bozor o'shani yechish uchun borishi kerak. Bo'ldi, xuddi shu logika, xuddi shu tushuncha bilan ishlashingiz kerak. Bizda ikkita buy side turibdi. Ikkalasini ham chizib qo'yaman. Buy side liquid ikkita. Xo'p, bizda buy trend deb tasavvur qilib turasizlar. Hozir real chartga o'tkazganimda ham ko'rsatib beraman. Bizda endi sell side yechilishi kerak buy side ga yurish uchun. Shu narsani tushunib olinglar. Buy side ga qarab ishlamoqchi bo'lsanglar, birinchi qaysidir sell side yechilishini kutishingiz kerak yoki qaysidir PDR zonaga kelishini. Sell side gacha ishlamoqchi bo'lsanglar, qaysidir buy side zona yechilishini kutishingiz kerak. Ikkalasi bir-biriga teskari. Sell side yechilsa buy side ga harakatlanish bo'ladi. Buy side yechilsa sell side ga. Masalan, narx bu yerda bitta buy side turibdi. Narx hozir biz bu joydamiz deb tursak va bizda bitta sell side ili buy side bor. Bularni chizib qo'yasizlar. Uzunroq qilib chizib qo'yasizlar. Keyin narx yuradi. Qaysi birini yechishini kutib turasizlar. Sell side yechdimi? Sekin shu yerdan razvorot berish boshlaydi. Keyingi darslarda MCS nimaligini tushuntirib beraman. Sell side yechilgandan keyin biz nima qilishimiz kerak? Buy side tomon ishlashimiz kerak. To'g'rimi? Buy side tomon narx sekin-sekin ko'tarilib boradi. Buy side yechilgandan keyin nima bo'ladi bizda? Mana buy side yechildi va endi bozor sekin qaytish boshlaydi. Biz qatgacha qaytish boshlaydi. Boyaga aytgan joyimdagi sell side yechilgan joy bor, yechildi va keyin buy side tomon ketdi. Demak, bu joyda ham bizda mana обязательно sell side qolib ketadi. Buy side gacha ishlab olganimizdan keyin buy side yechildi, bo'ldi. Uje endi buy side yechilgandan keyin bozor narx nima qiladi? Sell side tomon harakatlanadi. Buy side yechilgandan keyin biz sellga harakatni boshlaymiz. Take profit ishlashni tugatishimiz kerak bo'lgan joy sell side yechilganida. Sell side yechildimi? Xuddi o'sha logika bo'l. Sizlar o'sha take profit deylarmi yo bozor analiziga yurib bo'ldi. Endi bozor nima qiladi? Yana buy side tomon sekin yurish boshlaydi. Xuddi shu narsa bozor buy side yechsa sell side yuradi, sell side yechsa buy side yuradi. Sizlar o'ylashingiz mumkin, nima har doim bozor sell side qoldirgandan keyin yechib ketaveradimi? Agar katta unaqa bo'lib ketadi-yu desanglar, buy side ketma-ket yechib ketaveradi desanglar, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bolalar, agar tekinga ideyalar kerak bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib olishingiz mumkin. Telegram kanal silkasi opsiyaniyada bo'ladi. Har doim ham ketma-ket yechirish kerak degan narsa yo'q. Mana, masalan, trend bilishingiz kerak. Xo'p, trendimiz bizda buy trend. Qiladigan bo'lsak, narx bu joyda turibdi deylik. Bizda buy side bor, sell side bor, yana bitta sell side bor. Hammasini chizdinglar. Keyin bizga endi nima kerak bo'ladi? Qaysi birini yechgandan keyin MSS berishni kutishimiz kerak. Masalan, bu birinchi sell side'imizni yechdi bozor, to'g'rimi? Yechdi. Endi MSS bersa, xuddi shu joydan sizlar enter qilasizlar
va buy side tomon ishlaysizlar. Agar MSS bermasa ikkinchi sell side kutasizlar. Ikkinchi sell side yechilganidan keyin MSS beradi va keyin sizlar yana buy side tomon ishlaysizlar. Bu yerda har bitta sell side yechilishi kerak degan narsa yo'q. Bozor masalan hozir bir sell side yechdimi, o'sha joyi o'zidanoq buy side ga qarab chiqib ketishi mumkin. Masalan, aytda order blok bo'lsa, ko'tarib beruvchi order blok bo'lsa, sразу buy side tomon chiqib ketishi mumkin. Yo'q bo'lsa, sell side gacha tushishimiz ham mumkin. Sizlar o'ylab qolmanglar, buy side yechgandan keyin 100% hamma sell side tozalaydi deb. Yo'q, bitta buy side yechadi, o'zini pastdagi eng yaqin bitta dona sell side yechib qo'yadi, yana dalshi buy side tomon, ya'ni dalshi buyga qarab yurib ketaverishi mumkin. Majbur emas, u hamma sell side'larni tozalab keyin buy side'ga chiqishga. Ularni qaysi birini ishlatishni bilish kerak. Masalan, bitta sell side yechganidan keyin MSS kutishinglar kerak. MSS bersa, bo'ldi, sizlar tushunasizlarki, bozor shu yerda razворот berdi. Yechilish kerak bo'lgan joy yechildi, ili MSS berdi. Xo'p, MSS bergandan keyin sizlar o'zi tushundinglar. Endi buy side tomon yurishinglar kerak. Nimaga sell side kutmaymiz desanglar, bizda MSS berib bo'lgan, o'sha tasdiq bor buy side tomon yurish uchun. O'shaning uchun bitta sell side yechildimi yoki ikkitami, uchtami farq yo'q. Qaysi biri yechgandan keyin xuddi shu narsani bersa, keyin buy side tomon ishlaysizlar. Xuddi shu narsa qaysi biri ishlashini bilib olishga yordam beradi. Agar narx hech qanaqa MSS bermasdan faqat tushib boraversa, hech qanaqa ko'rinish yoki tasdiq bermasa, u sizlardan kerakli bo'ladigan narsa faqat sabr qilib kutib turasizlar. Qaysidir sell side yechilganidan keyin yoki qaysidir zonamizga kelganidan keyin MSS beradi. MSS bergandan keyin savdoga kirishni boshlaysizlar. Bo'lmasa bitta sell side yechilish bilan sразу buy side'ga chiqib ketmaydi. Ikkita uchtasini yechar yoki o'sha haqiqatan bittani yechib ketib qolar. Unisi aniq emas. Xo'p, o'sha buy side'ni yechganidan keyin xuddi o'sha aytgan narsam MSS kerak bo'ladi. Keyin sell side tomon yana yuramiz. Xo'p, tushundinglar-a? Buy side yechgandan keyin sell side'ga, sell side yechgandan keyin buy side'ga. Sell side har doim narxi pastida bo'ladi, shuni bilib olinglar. Narx masalan bu joyda turgan bo'lsa, narx pastdagi narsalar sell side hisoblanadi. Narxni tepasidagi narsalar buy side. Bizda yana bitta ko'rinish previous day high, previous day low, PDL, PDH yoki PVH, PMH yoki o'sha PML. Xuddi shu narsalar. Bular nima? Masalan, PDH o'tgan kunning eng maksimum, masalan, bir kun ichida eng o'sha cho'qqiga chiqqan joyi. PDL esa o'sha kunni, masalan, qaysidir kun, farq yo'q, bir kunning ichidagi bo'lgan ishi eng tushgan joyi. Xuddi shu narsa. PVH, mayda PMH qilib yozib qo'yganman, u weekly, haftalik va oylik. PVH hafta davomida eng chiqqan joy. PMH oy davomida eng chiqqan joy. Bizga buy side topishga yordam beradigan yoki sell side topishga yordam beradigan narsalar mana shular. Uchta narsa yanada qo'shimcha topishga osonlashtiradi. Xo'p, qaranglar. Bu bitta sham daily time frame'dagi bir kunlik time frame'dagi bitta dona sham. Bunisi M15 ga o'tsanglar xuddi shunaqa kartinka kelib chiqadi. Masalan, yopilgandan keyin bozor ko'tarilgan, oxirida sekin tushgan va soyasi qolgan. Xo'p, bu shamni yoyilma varianti. Yoyilgandan keyin biz ertangi kun ochildi, mana liniyada chizib qo'yganim. Ochilgandan keyin biz nima qilamiz? Bizda ikkita buy side va sell side bor. O'sha narsa PDL, PDH. Prosta nomlari o'zgarib turibdi. Biz kutamiz nima qilishini bozorni. Bozor masalan yuribdi, Aziya sessiyada yuribdi-da, London kirganidan keyin yoki Aziyani o'zida ham, balki New Yorkda yechar, farqi yo'q, qachon yechishini muhim emas. Yechganidan keyin qaysidir tomonni, masalan bizda buy side yechildi deylik, PDH. Yechilgandan keyin narx o'tgan kunni hayini olganidan keyin endi nima qilmoqchi bo'ladi? Biz boya aytganimizdek sell side tomon yuradi. Endi PDL tomonga harakat qilishni boshlaydi narx. O'tgan kunni eng tushgan joyigacha o'sha sekin bozor tushishni boshlaydi. Xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? PDH, PDL. PDH ni yetsa PDL tomon, PDL ni yetsa PDH tomonga ishlab boramiz. Hop.
Tushundinglar? Buy side, sell side, sell side yetsa buy side'ga, buy side yetsa sell side'ga. Bu joyda PDH, PDL'lari foydalanib o'tirmayman. Narx tushdi va chiqyapmiz, yana tushyapmiz, yana chiqyapmiz, keyin jicha tushib, keyin chiqdik. Xuddi shu narsani bundoq olib ko'rsak, boyaga o'rgatgan narsam buy side ili sell side paydo bo'ladi. Bunisi buy side, bunisi sell side. To'g'rimi? Bozor ko'rinib turgandek, eng tushgan joylar bu joylar, to'g'rimi? Har bittasini belgilab chiqaman hozir. Mana ko'rib turganingizdek belgilab chiqdim. Bular nima? Narxni, mana hozir narx 63,972 da turibdi. Narxni pastidagi narsalar sell side, to'g'rimi? Tepasidagi narsalar buy side. Narx yurdi. Mayda buy side qoldi. Narx tushdi. Tushganidan keyin sekin yana qaytdi narx. Buy side'imiz yechmasdan keyin yana narx qaytib ketdi-da. O'sha boyaga qaytib chiqqan joyimiz bor-ku, bu joy. Xuddi shu joy ham sell side bo'lib qoldi, chunki narx tushdi va chiqib qaytib ketdi. Demak, bu eng tushgan joy xuddi shu joy. Eng yaqin eng tushgan joy. Xuddi shu joy ham sell side deb olinadi. Keyin narx buni tushdimi? Keyin yechdi, to'g'rimi? Yechildi. Keyin narx endi nima qilish kerak? Buy side tomon harakatlanish kerak. Mana sekin o'sha buy side tomon yurayapti. Bizda o'sha ikkita buy side qolib ketdi. Bitta bu, bitta u. Xo'p, keyin narx bir tekis to'xtamasdan chiqib ketmaydi buy side tomon. Orada ancha tushib, qanaqadir korreksiyalar bilan chiqish boshlaydi. Mana narx keyin yana tushyapmiz ekan. Keyin narx yana chiqib ketishi kerak. Buy side tomon, chunki bizda sell side yechildi. Nega bu ikkita sell side yechilmadi? Mana bu yerdagi BPR sababli. Bu PDR. O'sha ko'tarib beruvchi zonalar, pastda bo'lsa ko'taradi, tepada bo'lsa tushiradi. Xo'p, bizda BPR bor ekan, keyin narxni yechdi va mayda MSS berdi. O'shaning uchun sekin buy side tomon o'sha harakatda boshladik. MSS bermasdan agar bu BPR bo'lmaganida, bu sell side'lar ham yechilishi mumkin edi. Lekin bizda BPR bo'lgani uchun sirazi narx ko'tarib qo'ya qoldi. Endi biz buy side tomon ishlab chiqib ketishimiz kerak. Buy side yechilganidan keyin sell side'ga. Masalan, buy side yechildi. Keyin narx o'sha sekin tushish boshlayaptimi? Biz qaysi sell side'gacha ishlashimiz kerak? Bugacha. Mana bitta, mana ikkita. Qaysi biridir yechadi? Xo'p. Qaysi biridir yechganidan keyin yo birinchisi yo ikkinchisini yechgandan keyin biz MSS kutamiz. MSS berdi razvorot, keyin bizda FVG qoldiradi. O'sha joy kirganidan keyin biz pozitsiya ochamiz. Qatgacha take profitimiz qayerda bo'ladi? Qayerdan qaytib kelgan bo'lsa narx, masalan, buy side yechdik, to'g'rimi bu joyda? Uni yechgandan keyin ancha selga tushdik. O'sha ancha selga tushganimiz eng tepa joyi bu joy. Mana o'sha joy bizda buy side. Keyin bu yerdan ochiladi stop loss MSS da lowga, MSS keyingi darsda tushuntirib beraman. Take profitni buy side'ga qo'yamiz. Bizda sell side yechildi. Endi nima qilishimiz kerak? Buy side tomon harakatlanishimiz kerak. Narx buy side yechishi uchun borish kerak. Va yechildi va bizda take profit bo'ladi. Buy side va sell side xuddi shu narsa. Qaysi birini yechilishini bilish uchun MSS va kerakli zona bo'lish kerak. Bo'lmasa oddiygina yechib qo'ysa, uni bilmaysizlar, xuddi shu joydan ketishini yanada ko'proq tasdiq kerak bo'ladi. Muhimi tushundinglar degan umiddaman. Sell side yechilgandan keyin buy side'ga, buy side yechilgandan keyin sell side'ga. Hammaga rahmat. Bugungi darslik shu edi. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha.